Hali ham shu tablodagi chiroqlar yonib qolsa nima bo'lishini bilmaysanmi? Espast. Bilmasang videoni oxirigacha ko'r. Men chek chiroqman. Agar yonib qolsam, demak motorda muammo bor. Tezda elektrikka bor. Kech qolsang muammo kattalashadi. Men akkumulyator belgisiman. Agar men yonib qolsam, demak generator zaryad bermayapti yoki remen uzilgan bo'ladi. Laqabim suv datchik. Motor qizib ketsa men yonaman. Shuni bilarsan. Yonishimga sabablar ko'p. Birinchida antifrizni tekshir. Men moy datchikman. Agar yonib qolsam, demak motorda moy qolmagan yoki davlena datchik buzilgan. Men yonib qolsam, jinni ham bilsa kerak. Lekin yonganimda sifatli benzin quy. Bo'lmasa motorga tushasan. Meni ko'pchilik taqa datchik deb tanishadi. Shinalarni davlenasini ko'raman. Menga keladigan bo'lsak, men ABS datchikman. Tormoz sistemani boshqaraman. Agar men yonib qolsam, Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizni Avtomaster sahifamizga obuna bo'ling.